Bugun Toshkent shahri Mirobod tumani Mirobod ko'chasidagi ajoyib 5 sotiklik yevro uchastkaga keldik. Do'stlar, mana darvozaxonada bemalol 3-4 avtomashina sig'diradigan joyimiz bor. Ikkita yashil hududi va bir nechta manzarali daraxtlarni ko'rishimiz mumkin. Asosiy binomiz fasadni ko'rinishi. Hovlimizda yozgi oshxona va hovli chetidan o'tganimizda uyning yuragi kotelni отопление sistemalari o'sha yerda joylashgan. Hovlini to'liq tanishtirib boramiz va xonadonga ichiga kirib boramiz. Toshkent shahri Mirobod tumani Mirobod ko'chasida mana to'g'rimizda Mirobod avenue ko'rinib turibdi. Juda ham chiroyli uylar. Lokatsiya juda ham zo'r. Aynan Toshkent shahrining biznes vakillari shu joyda lokatsiya o'rnashgan. Mana bu stabilizatsiya. Bu yerda uyning ichiga kirib ketadigan joyimiz bor. Mana bu esa uyning yuragi. Uyimizda 5 sotik yer maydoniga tushgan. Shundan 4 ta spalni, bitta zal, bitta oshxona, bitta ovqatlanish joyimiz uyning ichida joylashgan va общий 5 ta sanuzilimiz bor uyning ichida. Demak, biz hovliga qaytib keldik. Uyimiz juda ham zo'r joyda joylashgan va ma'lumot o'rnida aytamiz, ushbu uyni remont qilib olishingiz kerak, chunki bu joyimiz ofis o'rnida foydalanilgan. Xohlasangiz buzib qursangiz ham bo'ladi. Sababi bu joylar, ya'ni lokatsiya juda ham qimmat. 1 sotik yerlar adashmasam taxminimcha 80-90 atrofida 1 sotik yer shunaqa narxda turadi. Bu krolish, ya'ni prixoshkamiz, to'g'ri sanuzil, bu yerda zina yonida kladovxona, o'ng qo'lda esa oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Mana bu oshxonaning ko'rinishi bu yerda. Albatta ovqatlanishga moslagan oshxonani jihozlab olasiz, sababi bu yer ofis o'rnidan foydalanilgan. Mana bu joyda ovqatlanish joyimiz, yuqorida konditsioner o'rnlar turibdi. Bu ovqatlanish joyining ortida esa kattagina maydon ajratilgan, sanuzilga va bu tarafda banyo, sauna bo'lgan. Mayni o'tmayman, sababi chiroq ishlamas ekan. Mana bu boshida ko'rsatgan eshigimizni mana kelinglar, birinchi sanuzilda ham bu yerda hojatxona unitasi qo'yiladi. Hali ishlatilmagan menimcha. Binomiz 2018-yilda bitgan ekan. Bino eski emas, faqat remont ozgina eskirgan. Chunki bu yerda kirib chiqdi, ya'ni xodimlar ko'p bo'lgan. Aynan shu yerdan katta bizneslarni rejalashtirib ishlashgan. Yuqori ko'tarilib zinamiz, undan oldin biz zalni ko'rsatamiz. Mana bu zal. Bu yerda ishchilar o'zaro suhbat qilib, ya'ni ishlarni olib borishgan. Rабочий stol, bu yerda kompyuterlar bo'lgan. Aytgancha kamera, nabliyoner hammasi bor. Shkaflar turibdi. Mana zalning ko'rinishi, uy juda ham yorug', e'tibor bering. Chiroqlarimiz oddiygina qandillar. Lekin mana bu parda tutib qo'yganga qaramasdan uy yorug' ko'rinyapti. Yana bilmadim, menga shunaqa tuyuldi. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimizda 4 ta spalni bor. Shundan ikkita spalnida sanuzil, ikkitasi sanuzil yo'q. Va общий sanuzil bor. Chiqqanimiz xo'lga, ya'ni resepsiya xonasi deyiladimi? Mehmonlar kutib olib va kabinetlar bo'lgan bu yerda. Shu kabinetlarga kirib ishlarni bitirishgan. Birinchi xonamizda buni bolalar xonasi desa bo'ladi. Planirovka idealni. Mana bu keyingi bolalar xonasi. Bu yerda menimcha kamera nabliyonerni bunisi общий sanuzil. Общий sanuzilimiz. Asosiy spalni.
Bu ham kabinet bo'ladi do'stlar. Chunki telefon liniya, internet liniyalar hammasi qo'yilgan va ofis sanuzeli. Yuqorida 4 ta spalni va 3 ta sanuzel joylashgan. Bu 4-spalnimizni. Buni ham ota-onalar uchun qilsa bo'ladi. Sababi o'zining sanuzeliga ega. Yuvish xonasi hamma narsa mavjud. Faqatgina shu bitta obnoyitga remont qilib olasiz. Uy ideal holatda. 2018-yil, uzoq muddat emas. Faqatgina shu remont sal esilgani bu yerda, ya'ni ofis o'rnida foydalangani uchun shu holatda. O'ylayman uyimiz ideal. Narxi ham unaqa qimmat emas. Shu joydan lokasiyaga kelib chiqqan narxini biz qo'yib boramiz. Albatta ekran ostidagi nomerga telefon qiling. Yuqorida nomer esa reklama uchun murojaat qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangi ekran oldida ko'rishguncha xayr do'stlar.